Assalomu alaykum. Men sizlarga Germaniya texnologiyasi asosida qanday qilib ratsion tayyorlash kerak va qancha vaqtda qancha vazn yig'adi shularni hammasini sizlar bilan ulashmoqchiman. Unday bo'lsa boshladik. Bitta buqamizga kunlik ozuqasini tayyorlashda kerak bo'ladigan mahsulotlar. Birinchi o'rinda 1 kilogramm somon yoki oddiy quritilgan xashakni drobilkadan 2-3 sm qilib chiqazib olamiz. Unga qo'shish uchun 12 kilogramm makka silyosi. Undan keyin 1,5 kilogramm raps shiroti, 1,5 kilogramm kepak, yarim kilodan makka va arpa uni. Shularni hammasini yaxshilab 10 litr suv bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Silyos yoki boshqa yem mahsulotlarimizni ajrata olmaydigan qilib aralashtirish shart. Tayyor holga kelgan ratsionimizni ertalab va kechqurun berib borsangiz, sizni o'zingizga sezilarli holatda o'zgarishlarni sezib borasiz. Xuddi shunday qilib berib borsangiz, kuniga 1 kiloyu 400 dan 2 kilogacha vazn qo'shiladi. Hech qachon chorva mollarini boqishda xatolikka yo'l qo'ymang. Aks holda siz foyda o'rniga aksincha zarar ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan agronom Jonathan Max bo'ldi.